Turizm. Dunyo bo'yicha eng ko'p daromad keltiruvchi sohalar qatorida 3-o'rinni egallaydi. Albatta, yurt kezishni, manzillarni ko'rishni istamaydigan inson bo'lmasa kerak. Agar mamlakatimizdagi raqamlarga e'tibor berilsa, xorijlik mehmonlar soni 10 millionlik marrani zabt etdi. Bu albatta yaxshi raqam. Biroq mavjud imkoniyatlarga qaralsa, qoniqarli emas. Yurtimizning bir-biridan go'zal, boy tarixga ega manzillari bisyor. Va buning uchun esa albatta ular bilan tanishtirib borish zarur. Va biz Sirdaryodamiz. Buyuk Ipak yo'lining bir qismi mamlakatimizning turli manzillaridan o'tgan. Sirdaryo viloyati shu yo'nalish qatorida joylashgan bo'lib, 1963-yilda tashkil etilgan. Hududiy birlik shimolda Qozog'iston, janubda Tojikiston respublikalari bilan chegaradosh bo'lib, 70 dan ortiq millat vakillari hamjihatlikda istiqomat qiladi. Viloyatning madaniy merosi ming yilliklarga borib taqaladi. Turli davrlarga mansub yodgorliklar, qadimiy masjidlar va ziyoratgohlar turizmni rivojlantirishga katta yo'l ochadi. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida bir nechta madaniy meros obyekti va me'morchilik yodgorliklari bor. Shulardan biri 2,5 ming yillik tarixga ega bo'lgan Xovos tepaligidir. Hozir ichkariga kiramiz va to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu turgan joyimizni ko'hna Xovos qishlog'i deyiladi. Bu yerda oldin 7 ta guzar bo'lgan. Har bir guzarning o'zining nomi bo'lgan va o'zini ajralib turadigan bir hunarlari bo'lgan. Mana bu ko'hna Xovos qishlog'imizni kirish qismida Xovos tepaligi bor. Xovos tepaligida bizga Samarqanddan arxeologlar kelishdi. Shu yerga qazilma ishlarini olib borishdi. Tuproqshunos olimlar mana shu kelib bu yerni qazilma ishlarini olib borgandan keyin bizlarga mana shu ko'hna Xovos qishlog'ini 2500 yillik tarixini chiqarib berdi bizlarga. Ular joyimizda ziyoratgohlar bitta ikkita emas. 18 ta ziyoratgoh bor. Hozir mana davlatimiz, hukumatimiz tomonidan bu yerga juda e'tibor katta, mablag' ham ajratib berildi. Shu orqali bu yerda juda katta o'zgarishlar, biz o'ylagandan da ko'ra juda ham keng imkoniyat, sharoitlar qilindi. Sayyohlik tarmog'ining eng muhim jihatlaridan biri bu o'zgacha bir obyektlar hisoblanadi. Mana bu manzilga keldik va bu yerda meni diqqatimni tortgan jihatlar borki, o'zgacha bir qiyofa, ko'rinish va shakllardir. E'tiboringizni mana bu yerdagi go'zal bir manzaraga qaratsangiz bo'ladi. Manzilga kiraverishda mana bu ikki laylak e'tiborimni tortdi. Ya'ni ular o'ziga bo'lgan ishonch, tinchlik va osoyishtalik ramzidir. Shunday ekan, biz ichkariga kiramiz va bu maskanning jarayonlari, holatlari va u haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ushbu mehmonxona 2018-yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, jami 37 xona 80 o'ringa mo'ljallangan. 4 yulduzli mehmonxonaga kiramiz va jarayonlar, holatlar bilan tanishamiz. Turizmning asosiy obyekti bu mehmonxonalar tarmog'i sanaladi. Aynan shu manzil hudud haqida dastlabki qarashlarni shakllantiradi. Muhtasham binodagi sharq va g'arb dizaynining falsafiy uyg'unligi, zamonaviy servis, dam olish va hordiq chiqarish uchun qulayliklar har qanday sayyohni qayta kelishga chorlayveradi. Hozirda bizning mehmonxonamizda turistlar juda ham ko'p. Mahalliy turistlar,
xorijiy turistlar tashrif buyurishmoqda. Shulardan Hindiston, Rossiya, Qozog'istondan ko'p tashrif bo'lishadi. Turkmanistondan ko'plab mehmonlarimiz kelishmoqda. Administratorlarimiz hamma tilda bemalol gaplashishga harakat qilishyapti. Xitoyliklar ko'p tashrif buyurishyapti hozirda bizga. Ularning talablariga yarasha biz harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Mehmonlarimiz har doim xursand bo'lib ketishyapti. Viloyatga kirish qismida joylashgan mehmonxona turli muzokaralarni o'tkazish imkoniyatidan tortib, restoran servisigacha bo'lgan xizmatlarni jamlagan. O'sishga harakat qilmoqchimiz. Mehmonlar soni juda ham ko'p. Xudo xohlasa kelajakda yana ham bundan-da yaxshiroq mehmonxonalar tashkil qilamiz. Servis ko'rsatish xizmatlarini yaxshilaymiz. Sirdaryoning baxshlari kulay bugun sozi bilan, dehqonlari ter to'kadi yozi bilan, uylari obod bo'lar ekan o'g'il qizi bilan. Bu dunyolar do'stlar sizi bizi bilan, qo'y keladi qo'ylardinga izi bilan. Obod bo'lar ekan davlatimiz, Xudo xolasa kuzi bilan. Havosimning tepaligi baland ekan, yigitlari Xudo xolasa talant ekan. Jo'shlayik, mehmonlarni bugun ozroq xushlayik. Bugun yaxshi kunda do'stlar kishnayik. Baxshlariga kelyapti mana do'stlarimning havasi. Turistik talablar elastikligi bu sohada har taraflama doimiy rivojlanib borish talabini qo'yadi. Viloyat turizm boshqarmasi tomonidan sayyohlik marshrutlarini tashkil etish, turizm salohiyatini targ'ib qilish bo'yicha vazifalar va tashabbuslar bajarilyapti. Sirdaryoning tungi qaynagan hayotida bu jihatlar namoyon bo'ladi. Sirdaryo viloyati deganda ko'pchilik faqat baliqni tushunishadi. Lekin bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi 7 yilda chiqarilgan qaror farmonlari, bundan tashqari shu sohaga berayotgan imtiyozlari, e'tiborlari va bundan tashqari chiqarilgan qarorlari bunga aks etadi. Bunga bitta misol qilib ayta olaman. Masalan, mehmonxonalarga keladigan bo'lsak, 2015-yilda Sirdaryo viloyat hududi bo'yicha bor yo'g'i 3 ta mehmonxonamiz mavjud edi. Ularning ham sharoitlari unaqa zo'r emas edi. Xorijiy mehmonlar u yerda tursin, o'zimizning mahalliy mehmonlarni, turistlarimizni olib kelishga ham unaqa sharoitlar sal ko'tarmasdi. Shuni inobatga olib, mana hozirgi kunda 13 ta mehmonxonani ishga tushirganmiz. Mana bu 7 yilda bo'lgan ishlar. Undan tashqari bor yo'g'i 2 dona hostel bo'lardi 2015-yilda. Bu ham bo'lsa Guliston shahrida edi. Boyaga aytilgandek, sharoitlar unaqa yo'q edi. Kelgan mehmonlarni biz olib borib bu yerda joylashtirishga unaqa imkoniyatlarimiz yo'q edi. Shu yaratib berilayotgan imkoniyatlar, sudalar, preferensiyalar, mana shu sohaga berilgan imkoniyatlardan so'ng hozirgi kunda 24 ta hostelimiz Sirdaryo viloyati bo'yicha o'z ish faoliyatini yuritishmoqda. Ayrimlari hattoki o'sha mehmonxona darajasigacha bo'lgan sharoitlar yaratilgan. Turistlar bilan gaplashganimizda bir narsaga biz amin bo'lyapmizki, ular shu o'zbek madaniyatini, o'zbek hayotini oddiy o'sha chekka qishloqlarda, chekka mahallalarda o'zbek oilasi qanday yashayotganini ko'rishni istab kelishyapti-da. ...2024-yilda viloyatga kelgan xorijiy sayyohlar soni 114 ming nafarni tashkil etgan. Yildan yilga o'sish sur'ati kuzatilyapti. Boz ustiga mahalliy tashrif buyuruvchilar ham qariyb 1,5 millionga yaqinlashgan. Xorijiy mehmonlarni viloyatda ko'proq ushlab turish, jalb qilish bo'yicha qanday ishlar olib boriladi? Albatta juda o'rinli savol bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan ham haqiqatan o'sha ham bitta kelayotgan turistlar bir kun emas, 2 kun emas, iloji boricha ko'proq muddatda ushlab qolish bo'yicha bizga alohida topshiriqlar, chora-tadbirlar qilib berganlar. Bu topshiriqlarning ichidan turizm yo'nalishiga keladigan bo'lsak, Sirdaryo viloyatida shu daryo bo'ylaridan unumli foydalanish maqsadida Sirdaryo, Sayxunobod, Guliston tumanlari, daryo bo'ylarida
shu master reja asosida yerlarni aniqlab, elektron onlayn savdo platformasiga joylab, tadbirkorlarga biz taklif qilishni rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda 160 gektar joyni biz daryo bo'ylarida aniqlaganmiz va hozirgi kunda master rejalari ishlab chiqilmoqda. 3 ta tumanimiz, demak o'sha Guliston, Sayxunobod, Sirdaryo tuman daryo bo'ylarida xorijlik mehmonlar, o'zimizning ichki turistlarimiz yoz oylarida, kuz, qish davomida, hatto qishda ham shunaqa sharoitlar yaratiladiki, boyaginda kelgan mehmon bemalol oilasi bilan kelib, dam olib, daryo bo'yida, tabiat qo'ynida viloyatimizni so'lim go'shalarida bemalol dam olib ketiladigan sharoitlar yaratiladi. Har bir hududning moslashuvi, ixtisoslashuvidan kelib chiqib, loyihalar ishga tushirilyapti. Sirdaryo tumanimiz o'sha Sirdaryo viloyatining darvozasi hisoblanadi. Sirdaryo tumaniga kirib kelishda daryoni ikki tarafida 50 gektar hududda master reja biz tuzib, bir kunda 300 mingga yaqin avtomagistraldan o'tayotgan turistlarni, buning ichida mahalliy turistlar ham, xorijiy turistlarni ham viloyatda ushlab qolish choralarini ko'rish maqsadida juda katta loyiha boshlab qo'yganmiz. Bu loyihaning umumiy qiymati 50 million dollar hisoblanadi. 25-27 yillarda bu loyihani qurib bitkazishni rejalashtirganmiz. Bu loyihaning ichida avvalambor o'sha mehmonxonalar, restoranlar, kapsulali uylar, kempingli uylar, sport maydonchalari, karting maydonchalari, attraksionlar, baliq ovlash uchun imkoniyatlar, balki o'sha istirohat bog'i ham mavjud bo'ladi. Demak, o'sha obyektda turistlarimizni bemalol 2 kun, 3 kunlab olib qoladigan sharoitlar albatta bu yerda yaratiladi. Qo'shimcha ravishda Sayxunobod tumanimiz 36 ta tuman shaharlarning ichidagi o'sha turizm salohiyati yuqori bo'lgan tumanlardan biri hisoblanadi. 23 gektar hududda juda katta loyihalarni biz boshlab qo'yganmiz. Master rejalari asosida xorijiy tadbirkorlarga biz bu yerlarda elektron savdo platformasi orqali topshirib, savdolarga chiqarib, juda katta o'sha daryoni bo'yidagi obyektlarni qurishni rejalashtirganmiz. Bu bo'yicha hozir qarorlari chiqqan, master rejalari ishlab chiqilgan, qurilish ishlari boshlanish arafasida bo'lib turibdi. Tadbirkorlarimiz ham bunaqa imkoniyatlar yaratilgandan so'ng o'zlari tashabbus bilan chiqib, shu obyektlarni sifatli, chiroyli, o'z muddatlarida qurib, aholimiz uchun, Sirdaryo viloyat xalqi uchun, O'zbekiston aholisi uchun va xorijdan kelayotgan mehmonlar uchun juda chiroyli bir shinam, chiroyli turizm obyektlarini qurish uchun yonimizda bel bog'lashadi degan umiddamiz. Aynan ushbu loyihalarni amalga oshirishda yosh kadrlarga qanaqa bir ahamiyat qaratilgan? Qaysi respublika idorasi, viloyat idoralariga, tashkilotlariga qarasak, yosh kadrlarni ko'pini ko'ryapmiz. O'zim ham misol qilib aytaman, davlatimiz rahbarining ishonchlari, shu respublikadagi rahbarlarning ishonchlari natijasida viloyat hokimining o'rinbosari lavozimiga tayinlanganman. Albatta, bu narsani biz shu yosh kadrlarni ko'paytirib, xorijda o'qigan, ishlagan, xorijiy tajribani ko'rgan yoshlarni ko'paytirib, komandamizga olib, yonimizga olib, bu demak viloyat hokimligida, turizm boshqarmasida, boshqa vazirlik idoralarimizda, hududiy boshqarmalarda shu yosh kadrlarimiz sonini ko'paytiramiz. Albatta bular nimaga? Birinchi o'rinda o'sha ularning salohiyati, dunyoqarashi. Xorij davlatlarini ko'rib kelgandan keyin xorijdagi o'sha boshqacha ideyalarni, xorijiy tajribalarni viloyatga olib kelish uchun harakat qiladi degan maqsadda yoshlarimizni ishga olyapmiz. Maroqli suhbat uchun rahmat. Takliflar, g'oyalar o'ylaymanki tez orada hammasi to'lig'icha amalga oshadi va nafaqat xorijiy mehmonlar, balki yurtdoshlarimiz ham Sirdaryodan ketmaydigan bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. O'zbekistonni ikki qismidan ikki daryo o'tgan. Biri Amudaryo, biri Sirdaryo. Hozir biz Sirdaryoning ajoyib bir manzilidamiz. Bu hudud haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Ushbu hudud Sirdaryo viloyati Guliston tumani Sohilobod mahalla fuqarolari yig'ini hududidan Sirdaryo daryosining oqib o'tuvchi qismi hisoblanib, tumanimizning eng bir ekoturizm sohasida rivojlanayotgan hududlarimizdan biri hisoblanadi. Bugungi kunda 26 ta loyihamiz ishga tushirilgan bo'lib, ushbu loyiha doirasida 300 dan oshiq ish o'rni yaratilgan. Biz ushbu hududda yana qo'shimcha
quvvatlarni kuchaytirishni rejalashtirganmiz. Ta'kidlab o'tdingiz, 300 ta ish o'rni yaratildi. Bu aholi bandligini ham ta'minlash bilan birga yana bir qator loyihalar, investitsiyalarni jalb qilishga ham bir imkoniyat beradi. Qaysi xorijiy davlatlardan investorlar qiziqish bildiryapti bu hududni rivojlantirish uchun va qanday yo'nalishlarda? Aynan mana shu ekoturizmni rivojlantirish sohasi bo'yicha bugungi kunda Turkiya davlatidan bir qator investorlar kelib, o'sha dastlabki kelishuvlarga erishgan. Turistik zonamizni tashkil qilish bo'yicha master rejalar ishlab chiqilmoqda. To'liq infrastrukturalarimiz ishga tushadigan bo'lib qolsa, yana ham bu yerga loyihalarni, yangi loyihalarni yaratish imkoniyatimiz yana paydo bo'ladi. Sirdaryoning asosiy resursi suv bo'lgani uchun sohil bo'yida joylashgan mahallalarda tarmoqli turizm bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ushbu hududning yana bir qismi qo'shni ahillik mahalla fuqarolari yig'ini qismidan ekoturizm sohasini rivojlantirish bo'yicha tuman hokimligi zaxirasidagi 19 gektar yer maydonini hududida turizm kompleksini qurish bo'yicha yangi loyiha ishga tushish jarayoni boshlandi hozir. Ushbu komplekslarni qurish hisobiga yana qo'shimcha 2,5 mingdan oshiq ish o'rni yaratilish ko'zda tutilgan va sayyohlar oqimini keskin o'sishi kutilyapti. Aholining qarashlari qanday bo'ldi? Oldin nima bilan shug'ullanardiki, bu loyihalar asta-sekin ishga tushgandan keyin ular qanday faoliyatga o'tishdi? Asosan hudud aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan shu davrgacha. Mana o'tgan yili tushirilgan loyihalardan va bu yilgi birinchi chorak loyihalarini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu hududda turizm sohasiga bo'lgan qiziqishni keskin ortganini kuzatishimiz mumkin. Aholi shu sohada daromad olish mumkinligini his qilib, yana ham bu sohaga qiziqish ortmoqda bugungi kunda. Sohadagi olib borilayotgan ishlarimiz natijasi o'laroq hududga yaqin 5 yillikda millionlab sayyohlarni kelishiga zamin yaratadi. Go'zallik baham ko'rilsa, shunda u namoyon bo'ladi. O'zbekistonning ufq bilan tutashgan cho'llaridan tortib, osmonga ulangan viqorli tog'larigacha sir-sinoatlar yashirin. Yurtimizning har bir sahifasi kelajak avlod uchun takrorlanmas hayot beradi.